Respublika aymog'imizda kunlar isib ketuvine байланышлы salqin ichimliklarga hamda muzqaymoqlarga talab juda ko'p asib bormoqda. Bugungi kunda o'sha qo'l bola tayyorlangan anjir muzqaymoqlarini oziq-ovqat ретінде foydalansak, organizmimizga qanday darajada xavfli ekanini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni so'ngiga shuni ko'rishni usunus etamiz. Eng basısını atab o'tsam, respublikamizda sotilib o'tirgan anjan atamasi bilan belgilangan muzqaymoqlar qayerda, kim tarafidan hamda qanday o'nimlarda ishlab chiqarilgani ko'rib turgan bo'lsangiz, hech qanday noma'lum. Hamda buning jaraqlilik muddati hamda qanday temperaturada saqlanishi kerakligi ham belgilangan. Qanday o'nim bo'lu, oziq-ovqat o'nim bo'luvidan qat'iy nazar qadaqlangan, kim tarafidan ishlab chiqarilgan vaqti, qanday o'nimdan ishlab chiqarilgani hamda jaraqlilik muddati belgilangan bo'lishi shart. Demak, qanday o'nimdan ishlab chiqarilganligi belgisiz bo'lgan muzqaymoqlarni oziq-ovqat ретінде foydalanu juda xavfli. Bu anjir muzqaymoqlarini aldın olu bo'yicha respublikamiz aymog'imizda boshqarmamiz tomonidan bir qator reyd ilojlari olib borilmoqda. Hamda kunning issisida arabachalar bilan sotilib o'tirgan muzqaymoqlarni reyd o'tkazganimizda hech qanday hujjat yo'qligi aniqlandi. Marojniyda hujjati bormi? Hujjatlaringiz bormi? Ko'rsatib bering. Meditsinik ko'rikdan o'tganligi haqingizda. Keyin buni ochiq havoda sotuvga bo'lmaydi. Menga shang, to'zang, yo'lning bo'yida ochiq holdaman bari. Keyin belgilanmagan o'rinda, bu yerda ochiq maydonda marojniy sotuvga ruxsat yo'q sizga. Penoplast qutlarda satib o'tiribdi. Bu penoplast qutlar hech qanday sanitariya, gigiyena talablarına hech qanday javob bermaydi. Bu penoplast qutlar hech qanday sovuqlikda ushlab bera olmaydi. Bu muzqaymoqlar arnauli xolodilniklarda saqlanuvi tiyis. Bu muzqaymoq penoplast qutida turib 2 soat kunning issisida qolib ketsa, buning ichidagi muzqaymoqlar yerib ketgan joylar aniqlanmoqda. Yerib ketgan muzqaymoqlarni sotuvchilar qaror bugungi kunda qaytadan muzlatgichlarga olib borib, muzlatib, ertasi kunda qaytadan sotib o'tirganligi aniqlandi. To'g'rimi? Kim sop beradi? To'zanglar usti ochiq turibdi menga. Hamda reyd davomida shunday muzqaymoqlarni laboratoriyamizga tekshirib ko'rganimizda, bugungi kunda bu muzqaymoqlarda stafilokokk bakteriyalar bor ekanligi aniqlandi. Agarda inson bunday stafilokokk bakteriyalar bilan zaharlangan oziq-ovqat o'nimlarini oziq-ovqat ретінде foydalanadigan bo'lsa, bu insonda har turli og'ir kasalliklar kelib chiqadi. Bu o'tkir asqazon eshak kasalliklari, har turli angina kasalliklari hamda toksika infeksiyalari yoki ovqatdan zaharlanishlar kelib chiqadi. Soning uchun hurmatli fuqarolar, sizlardan iltimos qilib qolgan bo'lar edi. Qanday o'nimi ishlab chiqarilgan belgisiz bo'lgan muzqaymoqlarni oziq-ovqat ретінде foydalanmoqni so'rab qolamiz.